Erkaklarni ayollarga qiladigan munosabati hammada har xil bo'ladi. Unda eshiting. Sher bilan ho'kiz birga o'tirganida sherni ayoli telefon qilib, "Azizim, qachon kelasiz?" deb so'rabdi. Sher, "Xavotirman, yaqinda boraman azizam" deb javob berganida, ho'kiz sherning ustidan kulib, "Nimaga ayoling bilan bunaqa gaplashasan? Sen shersan-ku. Erkaklar bunaqa bo'lmaydi. Mana menga ayolim shunaqa deb telefon qilsa, meni surishtirmagin, qachon xohlaganimda shunda boraman deb o'shqiraman. Qayta menga telefon ham qilmaydi." Shunda sher ho'kizga, "Sen meni solishtirmagin. Seni ayoling ho'kiz. Meni ayolim sher. Sherni ayoli" deb javob bergan ekan. Biz bu hikoyadan chiqarishimiz kerak bo'lgan ikkita xulosa bor. Erkaklar chiqarish kerak bo'lgan xulosa. Agar siz ayolingizga hurmat qilsangiz, chiroyli muomalada bo'lsangiz, hurmat topasiz. Bu sizni ayolingiz oldidagi insoniyligingizni bildiradi. Ayollar chiqarish kerak bo'lgan xulosa. Siz qulog'ingizga lapsha iladigan ho'kizlarga turmushga chiqmang. Siz sherga o'xshaganlarga turmushga chiqing. Shunaqa. Agar bu hikoya yoqqan bo'lsa, albatta do'stlaringiz bilan ulashing, kommentariyada yuz belgisini qoldiring. Siz bu videoni kuzatayotgan bo'lsangiz, siz bizni kuzatayotgan bo'lsangiz, siz albatta ongingiz darajasida rivojlanyapsiz. Siz bizni kuzatmasangiz, bizni ko'rmaysiz va bizni eshitmaysiz. Shunaqa.